Nega ayrim odamlar doim oldinda yuradi? Nega ular vaqtni ham, ishni ham, munosabatlarni ham eplay oladi? Nega boshqalar esa har kuni band bo'lsa ham baribir natijaga erisha olmaydi? Muammo aqlda ham emas, omadda ham emas. Muammo odatlarda. Steven Covey'ning dunyoga mashhur muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi kitobi millionlab odamlarning hayotini o'zgartirgan. Bu kitob oddiy motivatsiya emas, bu inson xarakterini, fikrlash tarzini va hayotga qarashini o'zgartiradigan qo'llanma. Agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval ichki dunyoyingizni o'zgartirishingiz kerak. Chunki haqiqiy muvaffaqiyat tashqaridan emas, ichkaridan boshlanadi. Endi esa dunyodagi eng mashhur 7 ko'nikmaga o'tamiz. Birinchi ko'nikma: proaktiv bo'ling. Ko'pchilik odam hayotini boshqalar boshqaradi. Kayfiyati buzilsa odamlarni ayblaydi. Ish yurishmasa sharoitni ayblaydi. Orzulariga yetmasa omadim yo'q deydi. Proaktiv inson esa boshqacha fikrlaydi. U shunday deydi: hayotim uchun javobgarlikni o'zim olaman. Bu juda kuchli fikr, chunki aynan shu joydan o'zgarish boshlanadi. Odamlarni 2 turga bo'linadi: reaktiv va proaktiv. Reaktiv odam tashqi muammolar ta'sirida yashaydi. Proaktiv odam esa ichki qadriyatlari asosida qaror qabul qiladi. Masalan, kimdir sizni tanqid qildi. Reaktiv odam jahli chiqadi. Proaktiv odam esa hissiyotini boshqaradi va vaziyatni sovuqqonlik bilan hal qiladi. Hayotingizdagi eng katta burilish ham aynan shu savoldan boshlanadi: men nima qila olaman? Ikkinchi ko'nikma: oxirini o'ylab ish boshlang. Ko'pchilik odam juda band, lekin qayerga ketayotganini bilmaydi. Ular yuguradi, ishlaydi, charchaydi, lekin bir kun kelib tushunadi, noto'g'ri tomonga yuguribdi. Har bir narsa 2 marta yaratiladi. Avval ongda, keyin hayotda. Shuning uchun muvaffaqiyatli insonlar avval maqsadini aniq ko'radi. Ular men qanday inson bo'lishni xohlayman degan savolga javob topadi. Tasavvur qiling, sizning hayotingiz haqida odamlar nima deyishini istaysiz? Qanday iz qoldirmoqchisiz? Aynan shu savollar sizning haqiqiy yo'nalishingizni belgilaydi. Aniq maqsadsiz hayot xaritasiz sayohatga o'xshaydi. Uchinchi ko'nikma: eng muhim ishlarni birinchi o'ringa qo'ying. Telefon, xabarlar, ijtimoiy tarmoqlar, bekorchi uchrashuvlar, mayda tashvishlar. Bugungi dunyo inson diqqatini o'g'irlash uchun qurilgandek. Eng achinarlisi, odamlar muhim narsalarga vaqt topolmay qolmoqda. Sog'liq uchun vaqt yo'q, oila uchun vaqt yo'q, kitob uchun vaqt yo'q, lekin telefon uchun har kuni soatlar topiladi. Ishlar 4 turga bo'linadi: muhim va shoshilinch. Muhim, lekin shoshilinch emas. Shoshilinch, lekin muhim emas va umuman foydasiz ishlar. Muvaffaqiyatli insonlar hayotini o'zgartiradigan ishlarga vaqt ajratadi. Sport qiladi, reja tuzadi, bilim oladi, oilasi bilan vaqt o'tkazadi. Chunki haqiqiy natijalar aynan muhim, lekin shoshilinch bo'lmagan ishlardan keladi. 4-ko'nikma: g'alaba qozondim, g'alaba qozonding. Ko'pchilik hayotga musobaqadek qaraydi. Men yutsam, sen yutqazishing kerak deb o'ylaydi. Lekin bu uzoqqa olib bormaydi. Haqiqiy muvaffaqiyat ikkala tomon ham foyda ko'radigan yechim topishda. Biznesda ham, oilada ham, do'stlikda ham eng mustahkam munosabatlar aynan shu tamoyilga quriladi. Masalan, kimnidir bosib o'tib, vaqtincha g'alaba qozonishingiz mumkin. Lekin odamlarning ishonchini yo'qotsangiz, eng katta narsani yo'qotasiz. Haqiqiy kuch hammaga foydali natija yaratishda. 5-ko'nikma: avval tushuning, keyin tushuntiring. Odamlarning katta qismi tinglamaydi, faqat javob qaytarish uchun kutadi. Shuning uchun insonlar bir-birini tushunmaydi. Oilalar buziladi, do'stlik soviydi, jamoalar parchalanadi. Haqiqiy muloqot empatik tinglashdan boshlanadi. Ya'ni siz odamni chin dildan tushunishga harakat qilasiz. Ba'zan odamga maslahat emas, shunchaki uni tushunadigan inson kerak bo'ladi. Kimnidir diqqat bilan tinglash unga sen muhim odamsan degan signal beradi. Bu esa ishonchni kuchaytiradi. 6-ko'nikma: sinergiya yarating. Bir odamning fikri bitta natija beradi. Bir nechta kuchli fikr birlashsa, mo'jiza tug'iladi. Bu sinergiya deb ataladi. Turli odamlarning turli qarashlari qo'shilganda yangi va kuchli yechimlar paydo bo'ladi. Masalan, katta kompaniyalar, muvaffaqiyatli startaplar yoki kuchli jamoalar aynan hamkorlik tufayli o'sadi. Yolg'iz ishlash tezroq bo'lishi mumkin, lekin birgalikdagi kuch uzoqroq olib boradi. Kuchli inson boshqalarning fikridan qo'rqmaydi, aksincha undan foydalanadi. 7-ko'nikma: o'zingizni doimiy yangilab boring. Agar daraxt kesayotgan odam boltasini o'tkirlamasa, bir vaqt kelib juda qiynaladi. Inson ham xuddi shunday. Doim ishlash, yugurish va charchash rivojlanish degani emas.
Ba'zan to'xtash, dam olish va o'zingizni tiklash ham kerak. Inson to'rt tomondan rivojlantirish kerak. Jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy. Buning uchun sport qilish, kitob o'qish, yaqinlar bilan vaqt o'tkazish, meditatsiya yoki tafakkur qilish. Bularning hammasini insonni kuchaytiradi. Agar siz o'zingizni rivojlantirmasangiz, hayot asta-sekin sizni ortda qoldiradi. Bu kitobning eng kuchli tomoni shundaki, u sizga tez boyish formulasini bermaydi. U sizni ichingizdan o'zgartiradi. Fikrlashingizni o'zgartiradi, xarakteringizni o'zgartiradi va natijada hayotingiz ham o'zgarishni boshlaydi. Agar siz ham tartibli, kuchli va ta'sirli inson bo'lishni istasangiz, bu kitobni albatta o'qing. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. 10 daqiqa kanaliga obuna bo'ling. Vaqt va bilimni qadrlovchilar uchun bu. Izohlarda yozing. Sizningcha eng muhim ko'nikma qaysi?